Odamlarning surati bor va Allohning nomi zikr qilingan varaqchilarni ko'ydirish. Savol: Assalomu alaykum. Boshqalar mendan odamlarning surati va Allohning nomi bor varaqchilarni ko'ydirishga bo'lamdi deb so'raganda nima deyman? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Allohning ism-sifatlari, oyatlari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislariga hurmat qilish Allohning dinini ulug'lashning jumlasidandir. Barliq olimlar oyatlar va Allohning ism-sifatlari yozilgan qog'oz kitoblarni hurmatlashning vojibligini ta'kidlagan. Yirtilgan, foydalanғалы bo'lmaydigan oyat, hadis sharif va Allohning nomi sifatlari yozilgan varaqlarni ko'ydirib o'tish yoki pok zamonga ko'mib o'tish yoki o'qig'ili bo'lmaydigan darajada ushshoq parchalab yoki sug'uchilab xatini chiqarib o'tish yoki o'chirib o'tish joiz ish. Olimlar yana ko'ydirib o'tish afzalmi yoki yuyib xatini chiqarib o'tish afzalmi yoki ko'mib o'tish afzalmi degan masalada ixtilof qilishgan bo'lib, eng afzali Hazrati Osmon radhiyallohu anhu qilganda ko'ydirib o'tishdir. Hazrati Osman radhiyallohu anhu Zayd ibn Sabit, Abdullah ibn Zubayr, Said ibn As va Abdurrahman ibn Haris ibn Hishamlarni sahiflardagi oyatlarni ko'chirishga, uni Quraysh lahja shevisi bo'yicha yozishga buyurganda, ular Hazrati Osmanning deganida qildi. Oyatlar ratlanib ko'chirilib bo'lgandan keyin asli nusxasini Osman Hafs radhiyallohu anhuga qaytarib berdi va har qaysi yurtlarga ular ko'chirgan nusxasini avatib, uningdan boshqa barliq nusxalarni ko'ydirib o'tishga buyurdi. Bu vaqa nurg'un sahobalar bor chog'da elib berilgan bo'lib, ulardan hech kim bu ishga e'tiroz bildirmagan. Imom Ibn Battal bu asarni sharhlab, bu hadisda Alloh azza va jallaning ismi bo'lgan qog'oz kitoblarni ko'ydirib o'tishning joizligi, bundoq qilish uni izzatlaganlik, dastilishdan saqlaganlik bo'ladiganligi ayondir degan. Yuqori hadisdagi ko'ydirib o'tishga degan so'z teshib o'tishga deb rivoyat qilingan bo'lib, bu rivoyat o'qilmaydigan qilib o'tmitish qilib o'tishning va ushshoq kesib o'tishning joizligini bildirdi. Urva, Tavus qatorliq ba'zi tabiinlarmi bismillah yozilgan xatchaklar yig'ilib qolsa, uni ko'ydirib o'tgan. Odamzod suratlarini ko'ydirib o'tishmi joiz. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 9-numurliq fatvo.